Har yili an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan yosh harbiy xizmatchilar o'rtasidagi ajdodlar izidan intellektual tanlovining respublika bosqichi kecha poytaxtimizdagi Yoshlar ijod saroyida bo'lib o'tdi. Ochilish marosimidan so'ng harbiy xizmatchilar tomonidan qurol-aslahalar, harbiy texnikalar hamda zamonaviy ko'rgazmalar taqdimoti ham o'tkazildi. Jarayonlardan muxbirimiz xabar qiladi. Yoshlar ijod saroyida erta tongdan orkestr sadolari chalindi. Va qizil yo'lak orqali binoga kirayotgan ishtirokchilar bir joyga jamlanishdi. Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Bojxona qo'mitasi, Milliy gvardiya hamda Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari jamoalari turli xil qurol aslahalarning ko'rgazmasini o'tkazishdi. Qo'liga mana shunday qurollarni olib, tunu kun vatan himoyasida bo'lgan xodimlar bugun bir stol atrofida ajdodlar izidan intellektual o'yinida savollar orqali bellashmoqdalar. Kimsaga urush nimaligini o'rgatgan o'sha yashab kim edi? Intellektual o'yinimizda hozir 6 ta jamoa ishtirok etyapti. O'sha kuch tuzilmalaridan tashkil topgan jamoalarimiz bugungi tanlovimizda buyuk adiblarimiz, shoirlarimizning o'sha kitoblaridan va asarlaridan saralangan savollar tuzilib bugungi o'yinda o'ynalmoqda. Har bir berilayotgan savol ishtirokchilarni biroz qo'rquvga soldi. Chunki birgina berilgan noto'g'ri javob uchun jamoadan bir nafar ishtirokchi tark etishi kerak edi. Va biz javoblar taqdim etilgandan so'ng safni tark etgan ishtirokchilarga mikrofon tutdik. Ishtirok etdingizmi? Ha, ishtirok etdim. Savollar qanaqa bo'ldi? Savollar yaxshi, ajoyib. Jamoadan ishtirok etdingiz? Biz chegara qo'shinlari, DX chegara qo'shinlari safida ishtirok etyapmiz. O'zi tayyorgarlik jarayoni qanaqa bo'lgan? Kitoblar o'qilishi aytilganmi? Kitoblar o'qilishi aytilgan, hammasi ro'yxatlar bo'yicha tayyorgarlik juda oliy darajada bo'lgan. Hammasi yaxshi. Hamma jamoa a'zolarimiz o'ziga belgilangan o'sha ro'yxat bo'yicha kitoblarni o'qib chiqqan. Men chiqqanim bilan ham o'sha qolgan 5 ta jamoa a'zolarimizga ishonaman. Ular yaxshi natijalarni ko'rsatib, nasib bo'lsa, yaxshi o'rinlarni egallab, Favqulodda vaziyatlar vazirligi nomini oqlashga harakat qilamiz. Orolda Isfara daryosi bo'yidagi Bo'riq qishlog'ida bo'lib, benihoya go'zallikni ta'riflagan. Baxtga. Demak, bizning jamoada savollar bor. Birinchi o'rinni Ichki ishlar vazirligi jamoasi, ikkinchi o'rinni Mudofaa vazirligi jamoasi va so'nggi 3-o'rinni esa Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari egalladi va barcha ishtirokchilarga diplom, esdalik sovg'alar topshirilib, munosib taqdirlandi. Mubina Nosirova, Doston Eshpo'latov, Rahmon Zaripov, Ovoz informatsion dasturi uchun Toshkent.